Assalomu alaykum. Desam, korobkadan probeg tekshirishni hozir test qilib o'tiruvdim. Mana bu yerda usta akalarimiz fayl tashlab berishdi. Har xil mashinalardan, har xil probeglar. Xo'p, endi tekshiramiz bitta-bitta. Hozir birinchi usta akamizdan kelgan fayl. Boshida 32.000 taxminan yurganda olib qo'yuvdim deydilar. Hozir 65.181 yurdi dedilar. Hozir tekshiramiz. Birinchi 32.000 taxminan deganlarida 33.244 kilometr yurgan ekan. Mana bu VIN nomerlari. Xo'p, endi 65.000 yurdi deganlarida 62.339 bo'lyapti. Kilometr men bitta narsani bildimki, korobkada 2-3 kilometr farq bilan yozar ekan. Dalchi ko'ramiz boshqa mashinalarni ham. Gentra 105.000 yurgan. Bu hammasi odamlar o'zlari pashti mingan mashinalarni aytishdi, fayllarni berishdi. Xo'p, buni ko'ramiz. Mana 105.000 yurgan mashina 104.604 kilometr. Ya'ni fayl bilan solishtirib ko'rsak, hop, 600 kilometr farq qilyapti korobkani yozilishida. Menimcha bu ballonlari katta kichkinaligini farqi bo'lsa kerak. To'g'ri bilmadim. Hop, mana bu yerda 426 kilometr yurgan deb tashlab berishdi. Endi menimcha bu o'zlariniki emas, taxminiy 425 kilometr ekan. Bu yoqda 426, 1 kilometrga raznica qilyapti. Xo'p, endi dalchi ketamiz. 52.000, 5231 kilometr Gentra ekan. 5239. Mana shu fayllar hammasi usta akalardan kelgan. Menimcha o'zlari ko'rib turgan bo'lsa, tanishadi o'zlarining fayllarini. Xo'p, keyingisini tekshiramiz. 8662 kilometr. 10.500 chiqyapti. 2000 farq qilyapti yozganlari bilan. Hop, dalshi 105.000 yurganini ko'rdik. 104.000 chiqdi. Hop, 50.000 ligini ko'rdikmi? Tak, yo'q, ko'rmayapmiz. 50.490. Bu yoqda 59.000 ko'rsatyapti. Dalshi ko'ramiz fayllari. 218.000 yurgan dedilar. 218.000 bittasi tabloda, bittasi nimani o'zida ko'rsatdilar. Chek odoni o'zida motordan ko'rsatdilar. Korobkada 217.657 turibdi. Xo'p, dalchi ketamiz. Mana 13.953 yurgan ekan. Bu 21.616 yurgan ekan aslida. Bular ko'pini taxminan deb shuna qilib tashlab berganlar ham bo'ldi. Xullas, tashlab berganlar hammaga rahmat. Hozircha mana bu VIN nomerlar bo'yicha mana bu kilometrlar korobkaning ichidagi fayllardan chiqib kelyapti. Mana bu birinchi tekshirganimizda точно berdi. Boshida 32.000 taxminan yurgan deganimiz 33.000 bo'lib chiqdi. Keyingisi 64.000, 66.000 shunaqa chiqdi. Xullas, bu mana yerda turibdi. Birinchi tekshirganimiz. Hozir mana bu yerda VIN nomerini ko'rsagan bo'ladi. Hozir ochib o'tirmayman. Mana birinchisi 32.000 taxminan deganimizda 33.000 yurgan ekan, 65.000 deganimizda 62.300 yurgan ekan. Korobka nimadir hisobiga 2-3 kilometrga, ba'zida 5.000 kilometrgacha farq qilyapti. Ballonni hisobigami yoki korobkada yozilish tartibi sal boshqacharoqmi, shuni bilmadim, lekin probeglar уже chiqib kelyapti. Mana bu yerda mana o'zgartirilgan vinlar ham bor ekan. Mana o'zgartirilgan vinlargacha ko'rsatadi. Xo'p, shu hozircha izlanishda davom etyapmiz. Yana kimdadir fayllar bo'lsa tashlab bersanglar, aniq yurgan, o'zinglar biladigan fayllar bo'lsa tekshiramiz. Bu aslida 1000, 2000, 5000 gacha farq qilgan chog'da ham точно ko'rsatib bersa, buni o'zi katta ish. Sababi hech kim mashinani 1000 kilometr yoki 5000 kilometr qaytarmaydi. Hamma qaytarsa 10.000, 20.000, 30.000
50 ming, 100 ming qaytarib yuborishadi. O'shanaqa holatlarda bu programma korobkadan tekshirsa bo'ladi. E'tiboringlar uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kim bizga e'tiborsiz bo'lmasdan yordam bergani uchun kattakon rahmat. Bizni kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa, qo'ldan kelgancha izlanishda davom etamiz. Hammani kirib kelayotgan bayramlari bilan.